O'tgan galgi video uzoqda uzoq masofada koordinata va vertikal balandlikni o'lchab ko'rsatingchi degan izoh kelgan ekan. Qani ketdik, o'lchab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, roverdan lazer tushadigan nuqtagacha 51 metr konteynerni ko'ryapsiz. Hozir yuqori qismidan birinchi tochka olamiz, keyin pastki qismidan olib balandligini o'lchab ko'ramiz. Demak, tochka oldik yuqori qismidan. Endi pastki qismiga to'g'rilaymiz. Bo'ladimi? Endi pastki qismidan, demak, tochka olamiz va endi balandlik qismini, koordinatalarini visota 479 771, ikkinchisi 482 365. Demak, 2,5 metr. Visota 2,5 metr chiqyapti. Tak, mana ko'rishingiz mumkin 257. Bizda koordinatalar bo'yicha 259 chiqadi. Demak, 50 metr masofada 2 sm visota bo'yicha xatoligida ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek 50 metrdan uzoq masofada lazer funksiyasini ishlatib ko'rdik. Konteynerda yuqori va pastki qismidan koordinatalarni oldik va balandligini 2 sm xatolik bilan Genesis priyomnikimiz hisoblab berdi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlarga yozib qoldiring. Instrumentga a'zo bo'lishni esingizdan chiqarmang.